Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz uglevodlarning inson hayotidagi o'rni. Reja bilan tanishamiz. Uglevodlarning funksiyalari, uglevodlarning kimyoviy tarkibi, uglevodlar klassifikatsiyasi, monosaxaridlar, disaxaridlar va polisaxaridlar. Va to'rtinchisi, uglevodlarning tirik organizm uchun ahamiyati. Uglevodlar haqida umumiy ma'lumot. Uglevodlar tanadagi asosiy energiya manbai bo'lib, ular hujayralar faoliyatini ta'minlaydi. Uglevodlar oddiy va murakkab turlarga bo'linadi. Ularning tuzilishi va hazm bo'lish vaqti farq qiladi. Uglevodlar mevalar, sabzavotlar, donli mahsulotlar va boshqa oziq-ovqatlar tarkibida mavjud. Uglevodlarning vazifalari: energiya manbai, ya'ni 1 gramm uglevod parchalanganda 4,1 kilokaloriya energiya ajralib chiqadi. Zaxira modda sifatida o'simliklarda kraxmal, hayvonlarda esa glikogen zaxira modda sifatida saqlanadi. Jigarda 10% gacha glikogen, muskullarda esa 2% gacha glikogen bo'ladi. Himoya vazifasi: uglevodlar struktura vazifasi. Ular o'simlik hujayrasidagi membrana va hujayra qobiqlarida qurishda qatnashadi. Spetsifik funksiyasi, ya'ni uglevodlar ayrim maxsus spetsifik vazifani bajaradi. Nerv impulslarini o'tkazish xususiyatiga ega. Retseptorlik vazifasi: gormonlar bilan birgalikda ular vazifalarni bajaradi. Uglevodlar quyidagi guruhlarga bo'linadi: monosaxaridlar, oligosaxaridlar va polisaxaridlar. Monosaxaridlarda funksional guruhini joylashishiga qarab aldoza va ketoza guruhlarga bo'linadi. Aldozalarga masalan glyukoza kirsa, ketozalarga fruktoza kiradi. Oligosaxaridlar: bularga disaxaridlar, trisaxaridlar, tetrasaxaridlar va boshqalar kiradi. Polisaxaridlar gomopolisaxaridlar va geteropolisaxaridlarga bo'linadi. Ya'ni bitta monomolekuladan tashkil topgan bo'lsa, bir xil monomolekuladan, bular gomopolisaxarid hisoblanadi. Har xil monomolekulalardan tashkil topgan bo'lsa, geteropolisaxaridlar hisoblanadi. Monosaxaridlar glyukoza asosan tanadagi shakar bu energiya ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Fruktoza mevalarda va asalda uchraydi. Bu to'g'ridan to'g'ri jigarga kiradi. Galaktoza sut mahsulotlarida uchraydi. Bu tanada glyukozaga aylanadi. Glyukoza formulasi S6H12O6 bo'lib, glyukoza tanadagi asosiy shakar bo'lib, u tez energiya ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Glyukoza miyada va mushaklarga energiya beradi, ularning faoliyatini ta'minlaydi. Glikogen ortiqcha glyukoza glikogen shaklida jigar va mushaklarda saqlanadi, kerak bo'lganda ishlatiladi. Fruktoza mevalarda uchraydi, asosan asalda va ba'zi sabzavotlarda uchraydi. Fruktoza to'g'ridan to'g'ri jigarga kiradi va u yerda glyukozaga aylanadi. Fruktoza yuqori miqdorda iste'mol qilinganda jigarda yog' to'planishiga olib kelishi mumkin. Bu esa salbiy oqibatlarga olib keladi. Galaktoza sut va sut mahsulotlarida uchraydi. Laktoza hazm qilishda ishtirok etadi. Tanada esa glyukozaga aylanadi. Oddiy uglevod manbalarini aniqlash: shakar, shokolad, shirinliklar, shirin ichimliklar tarkibida, donli mahsulotlardan oq non, guruch, makka jo'xori, kartoshka tarkibida, mevalardan banan, uzum, manga, qovun tarkibida oddiy uglevodlar juda ko'plab uchraydi. Oddiy uglevodlar energiya manbai bo'lib, ular tezda hazm bo'ladi va tanaga tez energiya beradi. Ular to'g'ri miqdorda iste'mol qilinganda tanaga foydali bo'ladi. Biroq ularni haddan tashqari iste'mol qilish qon shakarining keskin o'zgarishiga, vazn ortishiga va boshqa salbiy ta'sirlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun oddiy uglevodlarni ortiqcha iste'mol qilish va dietani xilma-xil va muvozanatni qilish muhimdir. Murakkab uglevodlar klassifikatsiyasi. Murakkab uglevodlar
Bu oddiy shakar molekulalarining uzun zanjiri bo'lib, ular bir-biriga bog'langan. Ular organizmda muhim rol o'ynaydi. Energiya ta'minlash, hujayra tuzilishini shakllantirish va immunitet tizimini qo'llab-quvvatlashda ishtirok etadi. Murakkab uglevodlar, polisaxaridlar, glikanlar, proteoglikoplar va lipopolisaxaridlarga bo'linadi. Ular o'ziga xos tuzilishi va funksiyasi bilan farq qiladi. Tananing turli jarayonlarida ishtirok etadi. Murakkab uglevodlar organizmning to'g'ri ishlashi uchun zarur bo'lgan energiya, tuzilish va himoya funksiyasini ta'minlaydi. Murakkab uglevodlarning asosiy turlari: polisaxaridlar ko'p sonli oddiy shakar molekulalari tashkil topgan uzun zanjir, misol uchun kraxmal, sellyuloza, glikogen, kletchatka kabilar kiradi. Glikanlar uglevodlarning murakkab turlari bo'lib, ular oqsillar yoki lipidlarga bog'langan bo'lishi mumkin. Proteoglikoplar oqsil va uglevod kompleksdir. Ko'pincha to'qimalarni qo'llab-quvvatlash va himoya qilishda ishtirok etadi. Lipopolisaxaridlar uglevodlar va lipidlar kompleksidir. Bakterial hujayra devorlarida uchraydi va immunitet reaksiyasini qo'zg'atishi mumkin. Polisaxaridlar kraxmal, sellyuloza, glikogen kabi polisaxaridlar organizmda turli vazifalarni bajaradi. Kraxmal energiya manbai, sellyuloza o'simlik hujayra devorlarini hosil qiladi. Glikogen esa hayvonlarda energiya zaxirasi sifatida xizmat qiladi. Polisaxaridlar suvda erimaydi, uglevodlarning uzun zanjirini tashkil qiladi va gidrolizga uchrashi mumkin. Glikanlar turli xil shakarlardan tashkil topgan bo'lib, ular o'zaro bog'lanib, murakkab tuzilmalar hosil qiladi. Ular hujayra sirtlarida oqsillar bilan bog'lanib, hujayra o'zaro ta'siri va immunitet tizimini boshqarishda ishtirok etadi. Glikanlarning tuzilishi va xususiyatlari ularning funksiyasini belgilaydi. Turli biologik jarayonlarda muhim rol o'ynaydi. Lipopolisaxaridlar gram manfiy bakteriyalar hujayra devorida uchraydi. Immunitet tizimini faollashtirib, yallig'lanishni keltirib chiqarishi mumkin. Ba'zi bakteriyalar tomonidan chiqariladigan toksinlarning tarkibida lipopolisaxaridlar mavjud bo'lishi mumkin. Uglevodlar oziq-ovqat tarkibidagi uglevodlar hazm qilish jarayonida glyukozaga aylanadi, tanadagi barcha jarayonlar uchun energiya beradi. Uglevodlar hazm qilish jarayoni quyidagi 3 ta sistemadan iborat. Og'izda uglevodlar og'iz suvi fermenti ta'sirida parchalanadi. Oshqozonda uglevodlarning parchalash jarayoni davom etadi. Ingichka ichakda uglevodlar to'liq parchalanadi va qonga so'riladi. Uglevod yetishmovchiligining muammolari: charchoq, konsentratsiyaga qiyinchilik, mushaklarning kuchsizlanishi, tana zaifligi, miya faoliyatining pasayishi, immunitetning pasayishi. Yuqori uglevod tarkibli ovqatlanish zararlari: semirish. Ortiqcha uglevodlar yog'ga aylanadi va semirishga olib keladi. Ortiqcha uglevodlarni iste'mol qilish qandli diabet kasalligini xavfini oshiradi va yurak xastaligi rivojlanishi xavfini ham oshiradi. Optimal uglevod tarkibini ovqatlanish tartibi: murakkab uglevodlar, donli mahsulotlar, sabzavotlar, dukkaklilarni ko'proq iste'mol qilish, oddiy uglevodlarni cheklash, ya'ni shirinliklar, gazli ichimliklar, qayta ishlangan ovqatlarni iste'molni kamaytirish va mevalarni ko'paytirish, sabzavot, meva, donli mahsulotlarni kundalik ratsionga kiritish zarur. Xulosa qilib aytganda, uglevodlarning organizm uchun ahamiyati beqiyos hisoblanadi.